Assalomu alaykum. Sizlar bilan Yahyo Building. Xudo xolasa navbatdagi obyektlarimizdan biriga keldik. Bu yerda termopanel ishlarimiz avjida. Hozir mana o'zingizlar ko'rasizlar. Mana termopanel ishlarimiz hozir tiyagalar qo'yilyapti. Burchaklariga taroqlari tushadi. Termopanellarimiz ham tekis bo'lgan. Burchalarga tiyaga qo'yiladi. Tiyaga qo'yilmasa ham o'zini ustalarimiz ozgincha yamaganda cho'qib bilinmaydigan darajada qilishgan, lekin bunga atla burchalariga kichkina tiyagalardan qo'yib yuboriladi. Bu joylariga ham tiyaga bo'ladi. Tiyagalarimiz ham kelgan. Eng tepasiga qo'yiladigan tiyagamiz bu gips tiyaga. Mana shu joyga qo'yiladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, kimga mana shunday sifatli xizmatlar, termopanel travertin ishlari bo'lsa, bemalol bizga ishonib aloqaga chiqib turasizlar. Qo'ldan kelgancha ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Yahyo Building bilan bo'lasizlar. Hammaga rahmat.